Assalomu alaykum. Bugungi videoda iqtisodiy davrlar va ishsizlikni ma'lum bir darajada ko'rib chiqamiz. Demak, rivojlanayotgan yoki rivojlangan mamlakatda iqtisodiyot bir tekis rivojlanib ketgan, bir tekis o'sishda davom etyapti deb tasavvur qilinadi yoki shunday ko'rinadi. Lekin aslida bu bir tekis rivojlanishda ham ma'lum bir darajada tushishlar, ko'tarilishlar, o'zini qayta tiklashlar davrlari bo'lib o'tadi. Endi bu qanday tushuntiriladi? Bunda bir o'qda real GDP, ikkinchi o'qda vaqt bo'ladi. Garchi bir tekis rivojlanib ketayotgandek, bir tekis o'sib ketayotgandek tuyulsa-da, aslida iqtisodiyot bir ko'tarilib, bir tushib, yana ko'tarilishini davom etib ketadi. Endi aynan mana shu chiziq potensial GDP deyiladi. Mana bu chiziq esa haqiqiy GDP, real GDP. Va aynan shu siklni alohida muhim nuqtalari bor. Bunda eng baland nuqtasi pik yoki cho'qqi, baland nuqtasi va kamayish davri retsessiya deyiladi yoki recession va potensial GDP dan pastga tushgan davri depressiya yoki depression va eng tubi hisoblanadi. Va undan so'ng qayta uyg'onish va yana o'sishni boshdan kechiradi. Expansion. Aynan shu davrlarni boshdan kechiradi. Endi bu davrlar qay darajada kattaroq intervalni qabul qilgani yo bo'lmasa kichikroq intervalda sodir bo'layotganiga qarab turli xil turlarga bo'linadi. Bunda mavsumiy, bir yildan kam, qisqa muddatli, qisqa muddatli 3-4 yil va qisqa muddatlini kitchen davrlari deb ataladi. Shu davrlarni o'ylab topgan olimni nomiga nisbatan o'rta muddatli, sakkiz 12 yil va mana shu yillar farq qilishi mumkin. Turli xil manbalarga qarab biroz farq qilishi mumkin. Bu yil juglar davrlari va qurilish 20-25 yil aynan bir siklni ko'tarilib
pastga tushib, yana ko'tarilganicha bitta siklni bosib o'tadi. Ana shu sikllar bo'lishi mumkin 3 oy, 6 oy ichida, bo'lishi mumkin qanaqadir bir necha 3-4 yillar davom etishi mumkin, 10 yillar yoki 20-25, aynan 20-25 yil davom etgani Kuznets davrlari deb ataladi va uzoq muddatli bunda demak 40-60 yil mobaynida davom etadi. Kondratyev davri yoki davrlar hisoblanadi. Endi qamroviga qarab bo'linishi mumkin milliy yoki bitta davlatda mintaqaviy, aynan bitta mintaqani rivojlanishi, uning iqtisodiyoti pastga tushishi, qulashi, yana qayta tiklanishi davri bo'lishi mumkin va global. Ushbu siklni butun boshli dunyo iqtisodiyoti to'liq boshdan kechirishi global turiga misol bo'la oladi. Endi garchi aynan bu jihatlarni to'g'ridan to'g'ri ko'z bilan ko'ra olmasakda, ba'zi bir ma'lumotlar bizga xabar berishi mumkin iqtisodiyot qaysi darajada rivojlanyapti va qaysi nuqtadaligimizni. Endi potensial GDP degan narsaga sifat bersak, asosiy bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu iqtisodiyotni 85-90% atrofida ishlashi. 85-90% atrofida iqtisodiyot o'z potensialini ko'rsatadi. Va real GDP esa bu bo'lishi mumkin 90 dan ham baland, tushib ketgan bo'lishi mumkin, ma'lum bir darajaga borsa, umuman yomon ko'rsatkichlarni ko'rsatishi mumkin va o'shaning uchun potensial GDP va real GDP o'rtasida farq, tafovut kelib chiqadi. Endi pik, cho'qqi nimalarda ko'rinadi? Bunda ishsizlik juda past bo'ladi. Juda past ishsizlik. Potensial GDP'da ishchilar o'z vaqtida ishlayotgan bo'lsa, pikda, cho'qqida esa ishsizlik darajasi juda past, lekin hech qachon 0 emas. Hech qachon 0% emas. Juda past bo'ladi. Bu tabiiy ishsizlikka teng bo'ladi. Tabiiy ishsizlik haqida gaplashamiz keyin. Masalan, kuniga 8 soat ishlaydi, lekin pikka chiqqan vaqtida qo'shimcha ish soatlari ortadi, qo'shimcha ish kunlari ortadi. Ya'ni iqtisodiyot o'z potensialidan ham yuqoriga ko'tariladi yoki iqtisodiyot qizib ketadi. Va keyinchalik bu jarayon sekinlashishga, retsessiyaga va keyin depressiyaga, keyin tubga tushishga va keyin yana qayta tiklanish, qayta rivojlanish jarayonlari bilan davom etib ketadi. Lekin aynan mana shu siklni tushuntiradigan aniq bitta nazariya yo'q. Ya'ni aynan nima uchun bu sikl bo'lishini bitta nazariya bilan tushuntirish qiyin. Bu yerda bir nechta nazariyalar bor. Ma'lum bir sifatlarga ko'ra, ma'lum bir xossalarga ko'ra nega aynan mana shu sikllar paydo bo'lishini tushuntirishga harakat qiladi. Birinchisi bu pul nazariyasi. Bunda
pulning massasi, davlatdagi pulning massasi, pul emissiyasi va foiz stavkasi orqali aynan shu sikllar tushuntiriladi. Gaussiy va boshqalar mana shu nazariyani qo'llab-quvvatlaydi. Innovatsiya nazariyasi. Innovatsiyalar ma'lum bir vaqtga kelib iqtisodiyotga yordam beradi. Iqtisodiyot yetarlidan, ya'ni potensial GDPdan ko'tariladi va o'zining eng cho'qqisiga yetadi, pikka yetadi va bu vaqtda aynan pikni sifatlaridan bittasi taklifni talabdan ortib ketishi, ya'ni ortiqcha mahsulot ishlab chiqarilishi. Ortiqcha mahsulot ishlab chiqarilgandan so'ng ishga bo'lgan va ishchilarni yollashga bo'lgan talab tushadi, ya'ni ishchilar soni qisqartiriladi, asta-sekinlik bilan pastlay boshlaydi. Ya'ni iqtisodiyotdan keladigan foyda talabni kamligi sababli pastlay boshlaydi. Restatsiyaga o'tadi. Innovatsiya va kam iste'mol nazariyasi. Kam iste'mol nazariyasi bu davlatda yoki ma'lum bir hududda pul massasini asosiy qismi boy odamlarga yoki investitsiya qilmaydigan insonlarga o'tib ketishining natijasida pul saqlanib qoladi. Hech qanaqasiga investitsiya qilinmaydi, rivojlanishga, iqtisodiyot yurishi uchun tikilmaydi o'sha pul, ya'ni investorlardan boshqa odamlarning qo'lida yig'ilib qoladi. O'shaning uchun aynan mana shu sikllar paydo bo'ladi degan nazariya. Endi investitsiyani teskarisi haddan tashqari investitsiya. Haddan tashqari investitsiya bu iqtisodiy pufakni keltirib chiqaradi, paydo qiladi. Innovatsiya. Xo'sh. Haddan tashqari investitsiya bu Hayek hissaslar tomonidan olg'a surilgan. Yana bitta nazariya bu psixologik nazariya, ya'ni aholini yoki o'sha davlatdagi insonlarni kelajakka nisbatan juda optimistik yoki juda pessimistik qarashlari. Ya'ni ma'lum bir kelajakda iqtisodiyot gullab yashnaydi deb o'ylashini ortiqcha ko'p odam o'ylashi iqtisodiyotda aynan shu sikllarni paydo qiladi. Yo bo'lmasa iqtisodiyot qulaydi deb odamlarni kelajakka juda ham pessimistik nazariyalari aynan shu sikllarni paydo qiladi degan nazariya. Psixologik nazariya. Psixologik nazariya. Bu va boshqalar. Demak, uzr, mana bu yoqda kam iste'mol nazariyasida adashib ketdim. Hobson, Foster va boshqalar. Oken qonuni. Bu nima degani? Bu iqtisodiyotning rivojlanishi, ya'ni uni o'sishimi, kamayishimi, tubga tushishimi, mana shu holatlar ishsizlik darajasi bilan teskari aloqaga, teskari munosabatga ega degan tushuncha. Ya'ni iqtisodiyot eng gullagan vaqtida, ya'ni pikka chiqqan vaqtida ishsizlik darajasi juda past bo'ladi. Davlatda juda ko'pchilik
juda ko'p ish izlayotganlar o'z ishini topgan, faqatgina oz qismgina ishsiz hisoblanadi. Tubga tushgan vaqtida esa ishsizlik darajasi juda ham yuqoriligi bilan sifatlanadi. Aynan shu holat Oken qonuni deyiladi. Ya'ni Oken qonunini mana bu formula bilan ifodalash mumkin. Bu yerda YF real GDP, Y yulduzcha potensial GDP. Va bizda U demak real ishsizlik, U yulduzcha potensial ishsizlik. Demak, bu yerda potensial ishsizlik emas, tabiiy ishsizlik. Nima deymiz? Tabiiy ishsizlik. Endi bunda bu o'rtasidagi, ya'ni GDP bilan ishsizlikni o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalab turadi. Oken qonuni orqali. Bunda har bitta davlatda har xil o'zgarish bo'ladi. Ya'ni, masalan, bunda iqtisodiyotni 1% ya'ni ishsizlikni 1% oshishi, ya'ni ishsizlar soni 4% dan 5% ga chiqishi necha foizga o'zgartiradi? Ya'ni mana shuncha foizga o'zgartiradi GDPni. Yoki GDPni qancha foizga o'sgani ishsizlikni qancha foizga kamayganini ko'rsatib turadi. Ikkalasini o'rtasidagi teskari bog'liqlikni ko'rsatib turuvchi kattalik hisoblanadi gammamiz. Demak, endi ishsizlikni aytadigan bo'lsak, ishsizlik bu ishsizlar taqsim ishchi kuchi ko'paytirilgan 100%. Endi har bittasiga izoh berib ketsak. Ishchi kuchi bu ishsizlar plus bandlar. U bu ishsizlar. Ishsizlar degan tushunchani o'zi nima? Ishsizlar degan tushuncha 3 ta kategoriyaga to'g'ri kelishi kerak. Ya'ni ishlamasligi, to'g'rirog'i ishsizligi. Bunda hech qayerda ishlamasligi kerak yoki o'zini o'zi band qilmasligi kerak, ish joyiga ega bo'lmasligi kerak bitta inson. Va ishlashga tayyorligi. Ish topildimi, o'sha yerda ishlashga tayyor. Aynan bu sifatlari to'g'ri kelsa, endi ish o'ziga to'g'ri kelsa, ya'ni 3 oyga yo bo'lmasa 6 oyga surmaydi, orqaga surmaydi. Aynan ishga o'ziga to'g'ri keladigan ish chiqdimi, ishlashga tayyor inson bo'lsa va aktiv ravishda ish qidirayotgan bo'lsa. Aktiv ish qidirayotgan bo'lsa. Aktiv ish qidirayotgan bo'lsa. Ishsizlikning turlari. Ishsizlik turlari. Demak, birinchisi friksion
Friksion ishsizlik bu ishchi, masalan, o'ziga ishga ega bo'lib turgan ishchi bir ishdan bo'shab, o'z xohishi bilan bo'shab, boshqa bir ishga o'tishguncha ketgan vaqt. Masalan, qaysidir universitetning ustozi universitetdan bo'shadi va boshqa universitetga kirib hujjatlarni aniqlashtirib olguncha ketgan 1 hafta, 2 hafta, 1 oy yo bo'lmasa o'ziga mos boshqa bir universitetdan ish topguncha ketgan ma'lum bir muddat friksion ishsizlik deyiladi. Friksion ishsizlikni asosiy sifatlari bunda oldin qayerdadir ishlab turgan va o'z xohishi bilan ishdan ketgan bo'lishi kerak. Strukturaviy. Ikkinchi turi. Strukturaviy ishsizlik bu malakasizlikdan hosil bo'lgan ishsizlik yoki malaka yetishmovchiligi. Masalan, ma'lum bir zavodda ishchilarni malaka va plus sanoatlashuv deymizmi, robotlashuv deylik. Deylik, tish pastasi zavodida ishchilarni o'rniga robotlar olib kelinishi natijasida endi ishchilarni ma'lum bir qismi ishsiz bo'lib qoladi, ya'ni ishdan bo'shatiladi va o'sha qism strukturaviy ishsizlik deyiladi. Yo bo'lmasa, masalan, sentyabr oyidan chet tili sertifikatiga ega bo'lmagan ustozlar dars o'tmaydi degan qonun bo'ladigan bo'lsa, bu malaka yetishmasligidan hosil bo'lgan ishsizlik hisoblanib, strukturaviy ishsizlikka misol bo'la oladi. Va uchinchisi siklik ishsizlik. Bu siklik ishsizlik iqtisodiyotni gullashi, iqtisodiyotni qulashi, iqtisodiy jonlanish davrida hosil bo'ladigan ishsizlik. Ya'ni iqtisodiyot juda yaxshi ishlagan vaqtida ishsizlik darajasi juda kam va iqtisodiyot pasayganida ishchilarni bo'shatish, ya'ni shunchaki talab tushib ketganligi uchun ishchilarni bo'shatish va iqtisodiyot o'sha tubiga kelgan vaqtida juda ham ko'pchilikni ishsiz yurishi siklik ishsizlik hisoblanadi. Va yana bitta turi bor. Bu yashirin ishsizlik. Yashirin ishsizlik bu aslida ishli, ya'ni hujjatda ishli, lekin iqtisodiy foydasi juda ham kam. Masalan, bitta kompaniyaga 10 ta ishchi ishlayapti, lekin aslida 10 ta ishchi qilayotgan ishni 5 ta ishchi ham qila oladi. Ya'ni 5 ta ishchini o'zi yetarli. Bitta qishloq xo'jaligi yerida ishlashi mumkin 30 ta ishchi, lekin aslida o'sha ishni 15 ta ishchi qila oladi. 15 ta ishchini o'rniga yana qo'shimchasiga 15 ta ishchi yashirin ishsiz bo'lib, iqtisodiy foydasi anchayin kam ko'rsatkichni ko'rsatadi. Va yana shu joyida aytib o'tishimiz kerak, norasmiy bandlik. Aynan yashirin ishsizlikka teskari tushuncha. Bunda aslida ishli bo'ladi, aslida qayerdandir unga pul kelib turadi, lekin rasmiy jihatdan u ishsiz hisoblanadi. Aytaylik, bunda uyda nimadir tayyorlab sotadi, yo bo'lmasa uyda qanaqadir xizmat ko'rsatadi, enagalik bo'lishi mumkin, qayerdandir, yo bo'lmasa bolalarga qarab turishi, nimalarnidir o'rgatishi yoki kunlik ishlarga chiqishi va hokazo holatlarda aslida bu insonga pul kelib turadi, lekin aynan hujjatlarda ishli sifatida, aynan ish joyi sifatida tasvirlanmaganligi uchun va soliq to'lamaganligi uchun bu insonlar norasmiy bandlik sifatida qayd etiladi. Norasmiy bandlikning asosiy sifatlari haftasiga 2 soat ishlashi. Haftasiga kamida 2 soat ishlashi. 2 soat. Yo bo'lmasa qishloq xo'jaligida 10 sotiqdan ko'p yeri bo'lishi.
qishloq xo'jaligida o'zi ishlaydi. Ya'ni hech qanaqa bu uchun soliq to'lamaydi davlatga, lekin aynan shu yerdan foyda ko'radi. 10 sotiqdan ko'proq bo'lishi va davomiy ishlashi. Masalan, haftasiga 2 soat ishlaydi, lekin shu ishi davomiy. Har hafta takrorlanadi. Davomiyligi. Demak, strukturaviy va tabiiy ishsizlik strukturaviy bilan friksional ishsizlikni yig'indisi. Friksional ishsizlikni yig'indisi. Bunda friksional ishsizlikni ham, tabiiy strukturaviy ishsizlikni ham oldini olish juda qiyin. Ya'ni tabiiy holatda sodir bo'ladi. Iqtisodiyotda tabiiy holatda sodir bo'ladi. Endi buni kamaytirish uchun nima ishlar olib borish kerak? Bunda friksional ishsizlikda ish beruvchi va talabgor yo bo'lmasa ish kuchini taklif qiluvchi shaxslar, ya'ni ish qidirayotganlar o'rtasidagi aloqani mustahkamlash. Ish vakansiyalarini taqdim etib boruvchi turli xil ilovalar yaratish, qanaqadir gazetalarga, ommaviy axborot vositalariga ma'lum qilib borish, ya'ni ishini yo'qotgan kishi juda tez muddatda yangi ish topib olishi uchun imkoniyat yaratishi. Strukturaviy ishsizlikda bunda malaka oshirish uchun turli xil kurslarni tashkil etish, qanaqadir o'zini ustida ishlash uchun qo'shimcha rag'batlarni joriy qilish, turli xil yangicha yondashuvlar orqali yangi sikllarni, yangicha bir bilimlarni o'rganib borish orqali strukturaviy ishsizlikni kamaytirish mumkin. Siklik ishsizlik bu iqtisodiyotni o'sishi va kamayishiga orqali hosil bo'ladi. Bunda davlat yordam berishi mumkin. Iqtisodiyot tushayotgan vaqtida turli xil pul foiz siyosati orqali, ya'ni kreditlarni foizini kamaytirishi yoki qanaqadir yordam pullari ajratishi, ana shu holatlar orqali iqtisodiyotda tushishni juda ham pastlatib yubormasligini oldini olishi mumkin. Ya'ni potensial GDP ga yaqin bo'ladi. Davlat yordami orqali real GDP juda ham pastlab ketishini oldini olishi mumkin. Hozircha shular. Rahmat katagam.